Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar tayyor turish kerak bo'lgan yangi pensiya tartiblari, o'zgarishlar va yaqin vaqt ichida nimalar tayyorlanayotgani haqida gaplashamiz. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki ertaga pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasining pensiyasi bilan qiziqayotgan farzandlarga, rasmiy ishlayotgan yoki norasmiy ishlagan odamlarga ham bevosita tegishli. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar muhim, qaysi xatolar odamni pensiyadan yoki qo'shimcha to'lovlardan mahrum qilishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy tavsiyalarni oxirida beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar sizning oilangiz byudjetiga, har oy keladigan pulga va kelajakdagi huquqlaringizga ta'sir qiladi. Men birinchi navbatda shuni aytishim kerak. Pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish odamlar orasida xavotir uyg'otadi. Chunki pensiya bu oddiy yordam puli emas. Bu ko'p yillik mehnatning natijasi. Odam 30 yil, 35 yil, ba'zan 40 yil ishlaydi, soliqlar to'laydi. Ijtimoiy ajratmalar o'tkaziladi. Keyin esa qarilikda barqaror daromad kutadi. Shu sababli har qanday yangicha pensiya, qayta hisoblash, stajni tekshirish, raqamlashtirish, yangi formula degan gaplar odamlarni o'ylantiradi. Avvallari ko'pchilikning pensiya masalasi qog'oz hujjatlarga bog'liq bo'lgan. Mehnat daftarchasi bor. Unda ishga kirgan va chiqqan sanalar yozilgan. Ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olinadi. Keyin pensiya jamg'armasi hisoblab beradi. Lekin amaliyotda ko'p muammo chiqardi. Masalan, korxona yopilgan bo'ladi, arxiv topilmaydi. Ish haqi ma'lumotnomasi yo'qolgan bo'ladi. Mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'ladi. Muhr o'qilmaydi. Familiya bir joyda boshqa, pasportda boshqa yozilgan bo'ladi. Natijada odam ishlagan bo'lsa ham hujjat bilan isbotlay olmasa pensiyasi kamayib qolishi mumkin edi. Hozir esa tizim asta-sekin raqamli ma'lumotlarga o'tyapti. Ya'ni odamning rasmiy ish joyi, soliq to'lovlari, ijtimoiy ajratmalari, ish haqi, bandlik holati elektron bazalarda ko'rinishi kerak. Bu bir tomondan yaxshi, hujjat ortidan yugurish kamayadi, soxta ma'lumotnomalar kamayadi, pensiyani hisoblash tezlashadi. Lekin ikkinchi tomondan bazada xato bo'lsa, odamning o'zi buni vaqtida tekshirmasa, muammo pensiyaga chiqish paytida yuzaga chiqadi. Ayniqsa norasmiy ishlaganlar, ish beruvchi ularning nomidan to'lov qilmaganlar. Mehnat daftarchasi yo'qolganlar, eski korxonada ishlaganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Yangicha yondashuvning asosiy ma'nosi shuki, davlat pensiyani odamning haqiqiy mehnat faoliyati, rasmiy daromadi va to'langan badallarga qarab aniqroq hisoblashga intilyapti. Bu adolatli ko'rinadi, chunki kim ko'proq rasmiy ishlagan, kimning ish haqi yuqori bo'lgan, kim ko'proq badal to'lagan bo'lsa, uning pensiyasi ham yuqoriroq bo'lishi kerak. Ammo shu bilan birga hayotda hamma ham doim rasmiy ishlamagan. Kimdir bozorda ishlagan, kimdir chet elda mehnat qilgan, kimdir uyda bola tarbiyalagan, kimdir fermer xo'jaligida norasmiy yo'llanma bo'lgan. Demak, yangi tartibda eng katta savol: sizning stajingiz va daromadingiz tizimda qanday ko'rinmoqda? Men pensionerlar va pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun eng muhim narsalarni tartib bilan tushuntiraman. Birinchi masala, pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Ko'p odam men 6 dan yoshga yetdim, endi pensiya tayinlanadi yoki ayollar 55 yoshda chiqadi deb o'ylaydi. Yosh muhim, lekin u yagona mezon emas. Ish staji, ish haqi, alohida imtiyozlar, nogironlik holati boquvchisini yo'qotganlik, ayrim sohalarda ishlaganlik kabi omillar ham hisobga olinadi. Masalan, bir erkak kishi 60 yoshga yetdi, 30 yil rasmiy staji bor. Oxirgi yillarda ish haqi nisbatan yaxshi bo'lgan. Uning pensiyasi bilan boshqa bir erkak kishining pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Agar ikkinchi odamning rasmiy staji 10 yil bo'lsa, qolgan yillari norasmiy ishlagan bo'lsa, ikkinchi odam hayotda ko'p mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin tizimda u mehnat rasmiy ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya bu faqat yosh emas, pensiya bu hujjat, staj, rasmiy daromad va bazadagi ma'lumotlarning yig'indisi. Ikkinchi masala, hozirgi pensionerlar ham o'z pensiyasini tekshirtirishi kerak. Ba'zi odamlar men allaqachon pensiyadaman, menga o'zgarishlar tegmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar pensiya qayta hisoblanadigan holatlar bo'lsa, masalan, ilgari hisobga olinmagan staj topilsa, arxivdan ish haqi ma'lumotlari chiqsa, imtiyozli davr tasdiqlansa, bola parvarishi yoki harbiy xizmat davri noto'g'ri kiritilgan bo'lsa,
pensiya miqdori oshishi mumkin. Aksincha, ayrim holatlarda ortiqcha to'lov aniqlansa yoki hujjatda noto'g'ri ma'lumot topilsa, masala qayta ko'rib chiqilishi ham mumkin. Shuning uchun tekshirtirish degani faqat xavf emas, ko'p hollarda imkoniyat hamdir. Keling, real hayotga yaqin misol olaylik. Bir ayol 55 yoshida pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 27 yil staj ko'rsatilgan. Lekin 1990 yillarda ishlagan bir tikuvchilik sexi bo'yicha arxiv hujjati topilmagan. Pensiya tayinlanganda o'sha dartil hisobga kirmagan. Keyin qarindoshi arxivga murojaat qilib, korxona hujjatlari boshqa tuman arxiviga topshirilganini aniqlaydi. Ma'lumotnoma topiladi. Natijada 4 yil staj qo'shiladi. Bu har oy pensiya miqdoriga oz bo'lsa ham ta'sir qiladi. Endi tasavvur qiling. Har oy 100 ming yoki 200 ming so'm farq bo'lsa, bir yil davomida bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm degani. Pensioner uchun bu dori darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat pulidir. Yana bir misol. Erkak kishi qurilishda ishlagan, lekin 10 yil davomida ustalar brigadasida norasmiy yurgan, qo'lga pul olgan. Hech qanday shartnoma bo'lmagan. Pensiyaga kelganda u men ishlaganman dedi, lekin ish beruvchi to'lov qilmagan. Mehnat daftarchasida yozuv yo'q, soliq bazasida ma'lumot yo'q. Bunday holatda tizim uni to'liq staj sifatida tan olmasligi mumkin. Bu juda og'riqli masala. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlarga men aniq aytaman. Bugundan boshlab rasmiy ishlashga harakat qiling. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'z majburiy to'lovlaringizni tekshiring. Agar o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, ijtimoiy to'lovlar masalasini o'rganing. Chunki bugungi norasmiylik ertangi pensiya kamayishi degani bo'lishi mumkin. Uchinchi masala ish haqi miqdori. Ko'pchilik faqat staj yetarli deb o'ylaydi. Ammo pensiya hisobida ish haqi ham rol o'ynaydi. Agar odam yillar davomida juda past rasmiy maosh bilan ishlagan bo'lsa, qolgan qismini konvertda olgan bo'lsa, pensiya hisobida faqat rasmiy qism ko'rinadi. Masalan, bir kishi amalda oyiga 5 million so'm olgan. Lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar hisobida davlat 5 million emas, rasmiy 1 million 200 mingni ko'radi. Keyin odam nega pensiyam kam chiqdi deb hayron bo'ladi. Sabab shundaki, tizim og'zaki kelishuvni emas, rasmiy ma'lumotni hisobga oladi. 4-masala, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar alohida hushyor bo'lish kerak. Agar siz erkak bo'lsangiz va 55 yoshdan o'tgan bo'lsangiz, ayol bo'lsangiz va 40 yoshdan o'tgan bo'lsangiz, men sizga bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Pensiyaga chiqishga bir oy qolganda yugurish kech bo'lishi mumkin. Chunki arxivdan javob olish vaqt oladi. Eski ish joyini topish qiyin. Familiya o'zgarishi bo'yicha nikoh guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat hujjati yo'qolgan bo'lishi mumkin. Oldindan tayyorlansangiz, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil o'tadi. 5-masala. Hozirgi pensionerlar orasida qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar haqida to'liq bilmaydiganlar ko'p. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ayrim kasb egalari alohida qo'shimcha huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu huquq avtomatik tarzda har doim ham qo'shilavermaydi. Ba'zan ariza kerak, ba'zan tibbiy xulosa kerak, ba'zan mahalla yoki tegishli idoradan ma'lumotnoma kerak. Shuning uchun menga hech kim aytamadi deb o'tirish emas, o'zingiz ham so'rashingiz, tekshirishingiz kerak. Men buni juda aniq ajratib beraman. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi guruh bu norasmiy ishlagan yoki hozir ham norasmiy ishlayotganlar. Agar sizda mehnat shartnomasi bo'lmasa, ish beruvchi sizni soliq va ijtimoiy tizimda ko'rsatmasa, kelajakda pensiya hisobida bo'shliq paydo bo'ladi. Rahbar yaxshi odam keyin qilib beradi degan gapga ishonib qolmang. Pensiyada rahbarning va'dasi emas, hujjat ishlaydi. Ikkinchi guruh bu mehnat daftarchasida xatolari borlar. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Mur aniq emas. Familiya bir joyda kirilda, bir joyda lotinda, bir joyda eski familiya bilan yozilgan. Bunday mayda ko'rgan narsalar keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar saqlangan bo'lishi kerak. 3-guruh bu chet elda ishlaganlar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvlar. Rasmiy ishlash holati va to'langan badallarga bog'liq.
Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, O'zbekistondagi pensiya hisobida bu davrni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, hujjatlarni saqlash juda muhim. Mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotlari. 4-guruh bu uzoq vaqt uyda bola tarbiyalagan ayollar. Bola parvarishi davrlari ayrim holatlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning ham tartibi, chegarasi, hujjatlari bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgarishi, ishlamagan davrlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Farzandlarim bor. O'zi bilishadi deb o'ylamang. Tizim hamma narsani avtomatik to'liq ko'rmasligi mumkin. Xotirjamroq bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Rasmiy ishlagan, barcha ish joylari elektron bazalarda ko'rinadigan, mehnat daftarchasi to'liq, ish haqi rasmiy bo'lgan. Shaxsiy ma'lumotlarida xato yo'q odamlar. Lekin men ularga ham umuman tekshirmang demayman. Xotirjamlik bu beparvolik emas. Bir marta tekshirib qo'yish, keyin muammo chiqmasligi uchun eng to'g'ri yo'l. Endi eng muhim va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq staj bor demak hammasi joyida degan xato fikr. Staj borligi pensiya tayinlanishiga yordam beradi, lekin pensiya miqdoriga ish haqi, badallar va boshqa ko'rsatkichlar ham ta'sir qiladi. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiy maoshingiz doim juda past bo'lgan bo'lsa, pensiya kutilgandek yuqori chiqmasligi mumkin. Shuning uchun odamlar ish vaqtida rasmiy maosh masalasiga befarq bo'lmasligi kerak. Ikkinchi tuzoq, arxiv yo'q bo'lsa, tamom deb men taslim bo'lish. Men bunday holatlarda odamlar oxirigacha izlanishini maslahat beraman. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar, viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Birlashgan, bo'lingan, xususiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan sobiq kadrlar bo'limi xodimlari eski hamkasblar mahalla ma'lumotlari yordam beradi. Albatta, hamma narsa qonuniy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak, lekin qidirishdan to'xtamaslik kerak. 3-nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ishlashda davom etsa, ayrim hollarda qayta hisoblash qo'shimcha staj yoki badallar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu tartiblar doimiy ravishda o'zgarib bo'lishi mumkin. Shuning uchun har yili kamida bir marta pensiya jamg'armasi yoki MyBokkuf uz orqali o'z holatingizni tekshirib turish foydali. Ayniqsa ishlovchi pensionerlar, men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylamasin. Avtomatik jarayonlar bor, lekin xatolar ham bo'lishi mumkin. 4-tuzoq, bank kartasi va pensiya to'lovlarini nazorat qilmaslik. Hozir pensiyalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Ba'zi keksalar kartani farzandiga yoki boshqa odamga berib qo'yadi. SMS xabarnoma ulanmagan, qancha tushgani, qancha yechilgani bilinmaydi. Men bunga juda jiddiy qarayman. Pensionerning kartasi, PIN kodi, telefon raqami xavfsiz bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi foydalana olmasa, ishonchli odam yordam berishi mumkin, lekin mablag' nazoratsiz qolmasligi shart. Chunki firibgarlik holatlari bor. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting. Kompensatsiya tushiramiz, kartani bering. Davlatdan yordam bor. SMS kodini yuboring deganlar aldovchi bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Ijtimoiy yordam bilan pensiyani aralashtirib yubormaslik. Pensiya bu mehnat yoki qonunda belgilangan holat asosida tayinlanadigan to'lov. Ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, mahalla orqali beriladigan yordamlar esa boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Birini olish ikkinchisiga ta'sir qilishi mumkin yoki alohida ariza talab qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksaga ijtimoiy xizmat kerak bo'lsa, bu pensiya tayinlashdan boshqa masala. Dori-darmon, parvarish. Kommunal to'lov bo'yicha yengilliklar bo'lsa, ular uchun alohida tashkilotlarga murojaat qilinadi. Odamlar buni bilmagani uchun o'z haqini talab qilmaydi. 6-nozik jihat, hujjatlardagi ism, familiya mosligi. Bu juda oddiy tuyuladi. Lekin amalda eng ko'p muammo shundan chiqadi. Masalan, pasporti Gulbahor, mehnat daftarchasida Gulbahor, nikoh guvohnomasida boshqa yozuv yoki otasining ismi bir hujjatda qisqartirib yozilgan. Bunday vaziyatlarda tegishli tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlarni oldindan solishtirib chiqing. Agar jiddiy farq bo'lsa, FHDYO, arxiv yoki sud orqali aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Buni pensiyaga chiqish arafasida emas, oldindan qilish kerak. 7-masala, nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza xulosalari, qayta ko'rik muddatlari, guruh o'zgarishi,
doimiy yoki vaqtinchalik belgilanishi pensiya miqdori va to'lov davomiyligiga ta'sir qiladi. Boquvchisini yo'qotgan oilalarda esa marhumning staji daromadi qaramog'ida bo'lganlar soni, bolalarning yoshi, o'qish holati kabi ma'lumotlar muhim. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bitta hujjat kechiksa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga to'plang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnomalar va to'lov hujjatlari. Hamma hujjatning nusxasini qiling. Aslini esa alohida papkada saqlang. Ikkinchi qadam, stajingizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi yoki elektron hukumat portali orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari bor. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, navrangiz yoki ishonchli odamingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol, bank kodi, SMS kodlarini hech kimga aytmang. Elektron tizimga kirishda ham ehtiyot bo'ling. Uchinchi qadam, mehnat daftarchangizni pasportdagi ma'lumotlar bilan solishtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishga kirish va chiqish sanalari, korxona nomlari, buyruq raqamlari, muhrlar bor-yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda yozuv tushunarsiz bo'lsa, o'sha ish joyi hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan tasdiqlovchi ma'lumot oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga yozma murojaat qiling. 4-qadam, arxivga murojaat qilishni o'rganing. Arizada aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, korxona qaysi tumanda joylashgan. Agar bilsangiz, eski nomi va keyingi nomini ko'rsating. Masalan, men 1992 yildan 1996 yilgacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ish stajim va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Ariza oxirida telefon raqamingizni yozing, pasport nusxasini ilova qiling. Javobni yozma shaklida oling. Chunki og'zaki javob pensiya hisobida yetarli bo'lmaydi. 5-qadam, agar siz hali ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan rasmiy holatingizni tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Sizning nomingizdan soliq va ijtimoiy to'lovlar ketyaptimi? Rasmiy maoshingiz haqiqatdagi maoshingizga mosmi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Bugun mayli, jim ishlayveraman desangiz, ertaga pensiyada kamroq pul olishingiz mumkin. 6-qadam, pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdori qanday hisoblanganini tushunishga harakat qiling. Pensiya jamg'armasiga borib, mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan, hisobga olinmagan davrlar bormi? Qo'shimcha hujjat topshirsam qayta ko'rib chiqiladimi deb so'rang. Bu oddiy savollar, lekin ko'p odam bermaydi. Mutaxassisdan yozma tushuntirish so'rasangiz ham bo'ladi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 7-qadam, kartangiz va telefoningizni himoya qiling. Pensiya kartangiz PIN kodini hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodini hech kimga bermang. Men bank xodimiman, pensiya jamg'armasidanman. Sizga qo'shimcha pul tushiramiz degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Rasmiy idoralar sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shu hali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga yoki yaqinlaringizga murojaat qiling. 8-qadam, hujjatlaringizning elektron va qog'oz nusxasini saqlang. Telefoningizda rasmiy olib qo'yish mumkin, lekin faqat telefonga ishonmang. Fleshka, elektron pochta yoki ishonchli farzandingizda nusxa bo'lsin. Qog'oz nusxalarni alohida papkaga joylang. Har bir hujjatni tartib bilan, shaxsiy hujjatlar, mehnat hujjatlari, arxiv javoblari, tibbiy hujjatlar, bank hujjatlari qilib ajrating. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin kerak paytda haftalab vaqtni tejaydi. 9-qadam. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki aytib chiqib ketish ko'pincha natija bermaydi. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni, muammoni, talabingizni aniq yozing. Masalan, pensiyamni hisoblashda 1932-1998 yillardagi ish stajim inobatga olinmagan deb hisoblayman. Ushbu davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomam ilova qilinmoqda. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini qo'shing. Qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini olib qo'ying. 10-qadam. Yangiliklarni kuzatib boring, lekin vahimaga tushmang.
Pensiya tizimida o'zgarish bo'lsa, ko'pincha odamlar orasida mish-mishlar tarqaladi. Hammaning pensiyasi kamayarkan, stajni bekor qilisharkan, faqat kartaga o'tarkan, hujjat topshirmaganlarga to'xtatisharkan degan gaplar chiqadi. Men tavsiya qilaman. Faqat rasmiy manbalarni tekshiring. Pensiya jamg'armasi, hukumat portallari, qonunchilik bazasi, davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot oling. Qo'shnining gapi. Telegramdagi noma'lum xabar yoki audio yozuvga qarab xulosa chiqarmang. Endi asosiy savolga javob beray. Bu safar nima tayyorlashmoqda? Umumiy yo'nalish shunday. Pensiya tizimi yanada shaffof, raqamli va aniq hisob-kitobga asoslangan bo'lishi kutiladi. Ya'ni odamning mehnat tarixi elektron tarzda ko'proq ko'rinadi. Pensiya tayinlashda idoralararo ma'lumot almashinuv kuchayadi. Hujjat so'rash kamayishi mumkin. Lekin bazadagi ma'lumotlarning to'g'riligi yanada muhim bo'ladi. Bu shuni anglatadi. Kimning hujjati tartibli, rasmiy staji aniq, daromadi ko'rinadigan bo'lsa, u yangi tizimdan yutishi mumkin. Kimning ishlagan yillari og'zaki, tanish bilish, ertaga rasmiylashtiramiz darajasida qolgan bo'lsa, u qiynalishi mumkin. Yana bir yo'nalish, ijtimoiy adolatni kuchaytirish. Ya'ni haqiqatan ham ko'p ishlagan, ko'p badal to'lagan, og'ir sharoitda mehnat qilganlar bilan minimal stajga ega bo'lganlar o'rtasidagi farq aniqroq ko'rinishi mumkin. Bu tabiiy jarayon. Lekin bu jarayonda aholining zaif qatlamlari, kam ta'minlangan keksalar, nogironligi bo'lganlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlar ham himoyasiz qolmasligi kerak. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya islohoti faqat hisob-kitob emas, bu ijtimoiy barqarorlik masalasi hamdir. Pensionerlar uchun eng muhim tayyorgarlik esa vahima emas. Tartib, hujjatni tartibga solish, ma'lumotni tekshirish, o'z huquqini bilish, rasmiy idoraga yozma murojaat qilish, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Agar siz shularni qilsangiz, har qanday o'zgarishda o'zingizni ancha ishonchli his qilasiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, yangicha pensiya tartiblari odamlarni hujjat, staj, rasmiy daromad va elektron bazadagi ma'lumotlarga yanada jiddiy qarashga majbur qiladi. Hozirgi pensionerlar ham, pensiyaga yaqinlashayotganlar ham, hali yosh bo'lsa-da kelajagini o'ylayotganlar ham befarq bo'lmasligi kerak. Eng katta xato bu vaqt kelganda ko'ramiz deyish. Vaqti kelganda arxiv yopiq, hujjat yo'q, korxona tugatilgan, ma'lumot bazada chiqmagan bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat berdim. Hujjatlarni yig'ing, stajni tekshiring, arxivga murojaat qiling, rasmiy ishlang, pensiya hisobini so'rang, kartangizni himoya qiling va yangiliklarni faqat ishonchli manbalardan oling. Agar shunday qilsangiz, pensiya masalasida o'zingizni va yaqinlaringizni ancha himoya qilgan bo'lasiz. Sizningcha pensiya tizimidagi o'zgarishlar oddiy pensionerlar uchun foydali bo'ladimi yoki yangi qiyinchiliklar tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiyaga yaqin tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning har oy oladigan daromadini saqlab qolishi yoki oshirishi mumkin.